Hammaga assalomu alaykum. Men bugun yana singlim bilan yangi videoda 20 ming so'mdan 1 milliongacha bo'lgan Toshkentdagi ovqatlanadigan 5 ta joyga borib, ovqatlanib test qilib ko'ramiz. Videoni oxirigacha ko'rganlarga sovg'amiz bor. Bu video ham qiziq bo'ladi, chunki bu videoda ham men borman. Birinchi lokatsiya uchun bizda 20 ming so'm pul bor. Ichroqqa boramiz. Gumay somsa, другого варианта нету. Смотрите, 20 ming so'mga 6 mingdan bo'lsa 12 ming bitta suv olamiz-da, oddiy suv. Очередda turar ekanmiz. Xudo xohlasa yarim soatdan keyin очередimiz keladi. Пока что вот так вот. Bitta-bittadan olamiz. Ikkita ham emas. Xotirlaganga so'mlashadi 2 dona. Nima demoqchisiz? Bu gapi bilan tipa somsani becharalar yeydi demoqchimi? Yo'q, nima demoqchisan hozir bu gap? Shunaqa demoqchisan sen? Restoran moslanib keyin. Ashi bor, bo'ldi bu. Hech chiqib tashlanglar, red flag deb yozinglar. Men ketdim, mashinada kutib turaman. Singlim oladi. Birga olamiz. Birga olamiz. Sirli To'li qancha? 8 ming so'm. Ikkita bering. Da. Necha o'zi gap ochyaptimiz endi. Ya просто havaskorlar ko'p-da, gapirishimga qiziqishadi. Shuning uchun tonimni qaytarishim. Demak, bu tovulyapti. Kartoshka sirli yo'qmi? Kartoshka sirli yo'q. Всё, ana men. Kiminga sog'lamiz ham? Anag'amizda aytchimanikimi? Rahmat. Rahmat. Oldi ketdi. Kimin turminiga solsak bo'lmaydimi? Meniga Berishsa kerak. Qachab bitta suv. kompoti bor. 6 euro. Oddiy suv olaylik, qachab. Mayt. Yo'q, men uyalama. Yetmay qolsa bilim nima deyman? Ne, реально oddiy suv qancha? Реально. Brat, ayting, siz ko'p yeysiz kubotdan. Cho'rtoq. 3000 mi? Cho'rtoq emas, prям oddiy mantilla olinsa, Ketdi. to yetadi. Suv qancha? Oddiy suv. 4 ming so'm. Как раз 4000. Rahmat. Qachab, bundoq ko'ngil uchun ikkita tarelka olmadingmi? Mas xom qiladi hamma ishni. Men aytmayman-ku, ikkita tarelkaga suv bering alohida. Ha, nima aytish kerak? Yo'ring. Qornim ochligiga birinchi qornim ochligiga birinchi ishlaganim mana shu zo'r katta. Ano, reklama bo'ladi bugun 5 ta zavедение. Zato ichida sir bor ekan. Ada? Da. Men o'zi xolodilnikdan olib muzday narsani yeyishni yaxshi ko'raman. Даже anaqa oshni ham isitmayman. Bir marta oyim menga issiq sho'rva qilib berganlarida, bir marta oyim menga issiq sho'rva qilib berganlar, men och kelganman-da, yeyishga nima bor deganman. Keyin sen anaqa qildim deganlar. Какая-то борщ было вроде, если я хорошо помню. Issiq bo'lganda rosa yig'laganman. Yig'laganim uchun ham o'sha ovqatni yemay yig'lab uxlab qolganman. Siz menga issiq ovqat berdingiz deb yig'laganman degancha. Datavoy issiq narsani yomon ko'raman. Bu ham issiq ekan. Nosiri bo'lgani uchun undan. Короче, hozir bizning budjetimizda endi 200 ming. Uyimiz tomonda yangi joy ochiluvdi. Ochilganidan beri biron marta kirmaganmiz. Shunga hozir biz singlim bilan birga maslahatlashgan holatda o'sha yerga kiradigan bo'ldik. Chicken yeymiz. Suvni ham oldim, 4 minglik suvni. Vdруг agar suvga pul yetmay qolsa, singlim suv ichmaydi, men suv ichaman. Ketdi. Tak. Mana shu narsaning uchun 200 mingga hozir kelamiz, to'yib, bo'kib chiqib ketamiz. Sarimsoq pishloqli non bor ekan. Pul yetsa olamiz. Men bilmayman nima olishni. Unda mashinadan 12 taligidan bizda 78 ming minus, hali yana pulimiz bor. Nima olsak bo'ladi? Sirli sous. Da, sirli sous. Ikkita. Aha, 88 ming. Xo'p, endi nima olamiz? Ano, men bu sarimsoq pishloqli non qanaqa bo'ladi o'zi? Voy, kichkina bo'ladimi? Bo'pti, ikkita qo'shaymi? Hop, bu 200 mingni hammasiga narsa olish kerakmi yo nima ortib qolsinmi? Shirinlik olaylik, shirinlik olaylik. Yomon shirinlik yeyishga kelyapti-da, shuni boru. Qattiq kuni. Lekin yegani boramiz-da, boshqa lokatsiyaga. Bo'pti, hop, Mashina bitta qo'shib bering. Rovna 149 ming bo'ldi. Lekin bo'kib yeydigan oldik, ishoningda. Bo'lib qolamiz, keyingi lokatsiyaga bormay qo'ysak ham bo'ladi. Чеснокli non aytdim, apetitmenga o'xshayapti, birinchi o'shani yeb ko'raman. Нам приятно аппетита. Birinchi mana buni yeb ko'ramiz. Qarang.
chesnokli non. Я думаю, yapon mamadagi non bo'ladi-ku, bilasizlarmi? O'sha deb o'ylayapman. Вот operatorimiz tasdiqladilar. Oho. Perchatkasi bor ekan. Qo'lini muzeyni mashinaliga. Mani sirni so'vsim. Nima bundan kam oldim bilmayman. Men o'zi sirni so'vib qo'ymayman. Men ham hayron qoldim. Ikkita dublatga. Qo'limiz yetmaydi deb o'yladim. Вкусные? Yumshoq. Мне понравилось. Afsuslanmadim deganimga. Bir ovqat tanlaydigan odamlarga o'xshab gapiryapman bor. Ovqat tanlamayman-da o'zi. Реально. Любой joyga за любой кипиш. Поэтому menga yoqmasligi ham malaverayapti. Ko'p gapiryapman-a? Zerikdim. Ko'p gapiradigan odamman. Tanlab afsuslanmadim. Zo'r. Menga real yoqdi. Juda ham shirin ekan. Na'am. Sinimni o'ziga o'xshagan. Biza короче hozir City Mallga keldik. Endi hozir biza bu yerda sinim bilan Papaxa degan joyga kiramiz. Limitimiz 500 ming. Da, bu yerda limitimiz 500 ming. Hop, biza keldik, вот Papaxa degan joy. Endi qo'shit. Endi qo'shit qilamiz. Shunaqa chiroyli joyda joylashgan. Короче, я не знаю, короче, City Malldan ichkarida lekin tashqarida, короче. Знаете, bizada aytchanu video bo'lyapti-da, reklama bo'layotgandek his qilaman. Уже Это не реклама, это не реклама. Lokatsiya ham qo'yib qo'yamiz. Даже если reklama biza borib ovqatlangan joylardan pulni kutib qolamiz reklamamiz uchun. Mindan kamini olmaymiz. Конечно, hozir ketdim. Odamlarga полезный bo'lsin deyapmiz-da. Здесь вот такой вот, конечно, красивый вид deb aytolmayman-ku. Я думаю, ночью будет красиво. Men ожиданиялаrim mana qilmadi bu. Короче, biza opamni YouTube videosiga yana video olgani chiqdik. Мне кажется, то, что мы грязный бассейн ham narsani уже 3-lokatsiyadamiz. Бассейн или фонтан, что там? To'yib ketdi, boru. Вот уже. Hop, теперь закажем. Что мы будем? Что мы будем? Jonga deydi shirinligi bilan boru. Nima bu? Телячьи щучки. Что это? Щучки. Прям рек. Фрикадельки. Я не знаю, давайте помогите что-то выбрать. Biza, короче, hozir men уже названияsi esimda yo'q. Mana bunaqa narsa zakaz qildik. Ichiski ko'rdi. Shirinlik yeyman deb mayli osh bo'lsin. Voy, вообще yo'q. Men bratni qaranglar. Qanaqa narsa zakaz qilibdilar. Bitta menga, bitta o'zlariga qilganlar. Voy, xom go'sht. Xom go'shtmi? Нет, baliq. Ichi, короче, go'shtli такой. Ichi go'sht, usti yupanaga. Я думаю, что это какой-то, chuchvara. Biz yana dagestanskiy limonad zakaz qildik. Hozir buni singlim ichib ko'radi. Это новинка. Короче, buni ichib ko'rdim, matchaga o'xshamaydi. Matcha вообще boshqacha. Nimaga o'xshaydi? To'g'risini ayt. Mango marakuya-da, какой-то. Men o'shanga o'xshatdim. To'g'risini aytayim, zelinga o'xshaydi. Qayerda zelin ko'rdi? Men bilmadim, nimagadir. Реально, либо айси, либо манго маракуйя, но немного anaqaga o'xshaydi. Немного газированныйroq o'xshaydi. Hop, тебе понравилось, нет? Menga yoqdi. Вот это без понятия, я думаю, xom go'sht deb. Shunga hozir buni singlim yeb ko'radi. Men yemayman. Men buni yeyman. Kimdir yeb ko'rish kerak-ku. Bu menga yoqadi deb o'ylayman, ustalik. Qo'shni opam bundoq qilganiga qaramanglar. Buni shirinroq. Yo'q, mengachi anaqa emas. Men bu sousi yoqmadi mana bu tegi va aytaveraymi? Bularga minus bo'lmaydi, ish qilib yomonlab tashlayotganim. Это же моё мнение, да, вот. Нам bu sarig'i yoqmadi menga. Чересчур какой-то не сладкий и не соленый.
Какой-то непонятный, короче. Nimani go'shti bu? Ozgina qurtobaga o'xshatdim. Ozgina prям. Da. Go'sht juda ham yumshoq. Biz cho'tta finishgacha sразу tez yetib keldik. Bizda по planu eng oxirgi ovqatlanadigan 5-joyimizda zavedeniямizda 1 million bo'lish kerak edi. Lekin 3-chi уже lokatsiyada bizda 293 ming bo'ldi shot. Rahmat katta. Singlim ko'p narsa zakaz qildi. O'sha shirinligini yemaganda tamam hazillashmayman. Mayli, endi qolgan lokatsiyalarga boramiz. Davom etamiz. 1 millionni urib qo'yamiz bugun endi. Qolgan ikkita lokatsiyaga bir amallab borib. Noman biluvdim 1 million bo'lishini. Chunki arzon joy emasdi, ichmaslar. Bunaqa joyga kelib bitta limon choy bilan bitta shirinlik yeyishimiz kerak edi. Qizlar o'zinglar kelmanglar, yigitinglar bilan kelinglar, shot to'lab chiqib ketsin. Biz короче hozir Siravarniyaga keldik. Qorni to'yib qoldi sinimni, lekin yeyishga majbur. Meni ham qornim to'ydi lekin. Biz ikkita narsa zakaz qildik. Bunisi pizza и baliq. To'g'risi baliqni uncha yaxshi ko'rmayman. Nimaga zakaz qildik bilmayman. Ну ладно, попробуем. Как раз bu yoni balig'ini yeb ko'rmaganman. Men bo'kib ketdim, shu nafas ololmayman. Dalishi bo'kadi hozir, yana bitta lokatsiya bor bizda. Iltimos yemaydi olmay. Yeymiz. Nafas ololmayman, boshim aylanayapti. Dishать не забываем дышать deydi-ku. Mani adam baliqni yaxshi ko'radilar. Men ham baliqni yaxshi ko'raman. Voy, seni ham yaxshi ko'rar ekan, endi bildim. Men adamni qiziman-ku. Adam xuddi shunaqa baliq pishirib beradilar Endi menga. aytmoqchi edim, prям Adam prям домашний baliq baliq ekan. Как u papy. Endi pizzadan yeb ko'radi singlim hozir. Mana shuni ikkitaga bo'lish iloji yo'q. Chekkadan olaman, chunki opam ustiga narsa sepdilar nariga. Ustiga narsa sepmadim. Qani? Normal. No balig'i ko'proq yoqdi menga. Bo'ldi. Домой, пожалуйста. Menga ovqat hazm qiladigan olib beringda, dori. Nafas oling. Yaxshi-ku. Yaxshi. Yo'q, yaxshi. Bizani prям qornimiz to'ydi emas, prям to'yib bo'kib ketdi, xudoga shukr. Вот 500 milli limitimiz bor edi tak. И вот 489 ming. Zo'r. Endi keyingi lokatsiya, oxirgi lokatsiya. Bizda oxirgi 300 milli limit qoldi. Biz singlim bilan maslahatlashgan holda Pafiga keldik. Lekin pankek yegani emas, anaqa yengicha, yengicha qanaqadir shirinligi chiqdi. O'shani Instagramda ko'rib qoldim. Go o'shani yeymiz dedim. Полноценно, конечно, 300 mingga ola olmadik. 240 mingga bo'ladigan narsa olamiz. Короче, mangoli, vishnali и fistashkali olamiz. Mangoni men tanladim, qolgan ikkitasini singlim tanladi. Hali shuni yesa ham katta gaplar. Da. Короче, biz oxirgi ovqatimizni yeyamiz. Ovqat emas, bu shirinlik. Yo, yaxshi. Juda ham shirinlikni yaxshi ko'radiganlar uchun. To'xtaylik, mana shuni qo'lim yeyolmayapman. Ichidagini ololmayapman. Menga ichidagi nachinkasi qiziqyapti. Endi o't nachinkasiga yetib borolmayapman. Shu vayni kislenki. Nima deya olamiz? O, mana pastda anaqasi bor ekan buni. Необычный, но juda ham shirinlikni yaxshi ko'radigan odamlar uchun ekan, menga ma'lum emas. Yo'q, menga shirinlik qilyapti. Menga shirinligi qilyapti-da. Fistashka birorta odamni ichini yedi bu qiz. Нереально fistashkali ekan. Menga oxirgi payt fistashkali narsalar yoqadigan bo'lgan. Но вот это вот прям не сладко. 20 ming so'mdan boshlab 1 milliongacha bo'lgan joylarga borib, ovqatlarni yeb, chiqib ko'rdik. Yangi joylarga ham borib ko'rdik o'zimiz uchun. Вот, agar video yoqqan bo'lsa, sizlardan podpiska va like kutamiz. Agar shu video 20 mingta like yig'sa, ikkinchi частini chiqaramiz. Уже ikkinchi частida yana ham qimmatroq va boshqacha noodatiy bo'lgan ovqatlarni yeb ko'ramiz. Boshida aytgan sog'am, agar kim shu videoni kommentariyasiga eng yaxshi fikr yozib qoldirsa, o'shadan 3 ta odamni tanlab 300 ming so'mdan tashlab beramiz. O'zimiz tanlaymiz. Da. Общий budjetdan kelib chiqqan holatda tashlab yuboramiz 300 mingdan, sani ham pulingdan ketadi. Так что всем спасибо за просмотр.